Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va kanalimizning aziz obunachilari. Bugun biz ko'plab keksa avlod vakillarini tashvishga solayotgan juda muhim va dolzarb mavzu pensiya pullarining kechikishi. Bu muammoning ildizlari va siz bu vaziyatda o'z huquqlaringizni qanday himoya qilishingiz mumkinligi haqida batafsil gaplashamiz. Bu videomiz orqali siz dasturiy nosozliklar sababli yuzaga kelayotgan pensiya kechikishlariga qanday yechim topish mumkinligini aniq bilib olasiz. Hozirning o'zida minglab oilalar hayotining eng zahmatkash yillarini mamlakatimiz taraqqiyotiga bag'ishlagan aziz nuroniylarimiz kunu tun uyqusiz tunlarni o'tkazmoqda. Zero ularning haqli mehnati evaziga beriladigan pullar hali ham hisoblariga kelib tushmadi. Bu shunchaki bir son emas, bu minglab, o'n minglab insonlarning taqdiri, ularning kundalik noni, dorisi, kiyimi. Pensiya bu shunchaki nafaqa emas, bu sizning butun umr davomida to'lagan soliqlaringiz, chekkan zahmatlaringiz va yurt ravnaqiga qo'shgan hissaningiz evaziga davlatning sizga berayotgan minnatdorchiligidir. Sizlar mustaqil O'zbekiston poydevorini qurgan, farzandlarni vatan ruhida tarbiyalagan, jamiyatning har bir jabhasida o'zining munosib o'rnini topgan fidoyi insonlarsiz. Sizlar qurgan binolar bugun shaharlarimizni bezab turibdi. Sizlar ekkan bo'klar mevaga kirib, el dasturxoniga fayz bermoqda. Sizlar o'qitgan shogirdlar bugun mamlakatning har bir sohasida yetakchi bo'lib xizmat qilmoqda. Sizning zahmatkash qo'llaringiz, ter to'kkan peshonangiz, bilim va tajribangiz bugungi kunimiz uchun beqiyos hissa bo'ldi. Ammo bugun sizga bu qanday javob qaytarilmoqda? Biror kishi sizning yillar davomida to'lagan soliqlaringiz, chekkan zahmatlaringizni eslab, haqli pullaringizni vaqtida to'lashga majbur emasmi? Sizning fikringiz qanday, aziz obunachilar? Necha yil staj bilan pensiyaga chiqqansiz va shu kungacha pensiya pullaringiz bilan bog'liq qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Bugungi vaziyat sizda qanday his-tuyg'ularni uyg'otmoqda? Izohlarda o'z hayotiy tajribangizni, dardlaringizni, fikrlaringizni baham ko'ring. Bu biz uchun juda muhim, chunki har bir kommentariya bizga umumiy muammoning ko'lamini tushunishga yordam beradi va biz sizning ovozingizni tegishli joylarga yetkazishga harakat qilamiz. Shuni unutmangki, har bir fuqaroning qonuniy pensiya olish huquqi Konstitutsiya tomonidan kafolatlangan va bu huquqni hech kim buzishi mumkin emas. Qonunlardagi muhim o'zgarishlarni o'tkazib yubormaslik, shuningdek, huquqiy masalalarda doimo xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizning maqsadimiz sizning huquqiy savodxonligingizni oshirish va qonuniy manfaatlaringizni himoya qilishga ko'maklashish. Keling, avvaliga pensiya tizimi ilgari qanday ishlaganini eslab o'taylik. Bir necha yillar avval pensiya tizimi ancha sodda bo'lgan edi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'p narsalar, jumladan hisob-kitoblar, ma'lumotlar to'plash va to'lovlarni amalga oshirish jarayonlari inson omiliga asoslangan edi. Pensiya jamg'armasi xodimlari ko'p hollarda hujjatlarni qo'lda qayta ishlashgan. Har bir murojaatchining ishini alohida ko'rib chiqqan. O'sha paytlarda ham ayrim xatoliklar, kamchiliklar uchrab turardi. Ammo shunga qaramay, pensiya pullari aksariyat hollarda belgilangan muddatlarda deyarli hech qanday kechikishlarsiz tarqatilar edi. Sababi tizimning o'zi sodda bo'lishiga qaramasdan, jarayonga bevosita mas'ul bo'lgan insonning javobgarligi yuqori edi. Agar qandaydir muammo yuzaga kelsa, uni tezda aniqlash va bartaraf etish imkoniyati ko'proq edi, chunki ma'lumotlar oqimi bugungidek ulkan emasdi. Har bir tuman, shahar miqyosida pensiya bo'limlari o'z mijozlari bilan bevosita aloqada bo'lib, ularning muammolarini joyida hal qilishga intilardi. Hozirgi kunga kelib esa vaziyat tubdan o'zgardi. Biz raqamli texnologiyalar asrida yashamoqdamiz. Hamma narsa avtomatlashtirildi, raqamlashtirildi va tizimlashtirildi, deya bon uriladi. Pensiya to'lovlari ham elektron tizimlar orqali amalga oshiriladi. Hisob-kitoblar kompyuter dasturlari yordamida bajariladi. Nazariya bo'yicha bu jarayonlarni tezlashtirishi, xatoliklarni kamaytirishi va shaffoflikni oshirish kerak edi. Ammo amaliyotda biz nima bilan duch kelyapmiz? Aynan shu yuqori texnologiyalar davrida pensiya pullarining kechikishi kabi muammolar ko'paymoqda. Bu yerda savol tug'iladi. Texnologik rivojlanish qayerda? Va nima uchun aynan dasturlardagi nosozliklar sababli minglab insonlar aziyat chekmoqda? Balki tizimning o'zi joriy yuklamani ko'tara olmayaptimi? Yoki inson omili, ya'ni xodimlarning malakasi, e'tiborsizligi yoki tizimga to'g'ri ma'lumot kiritishdagi xatolari haliyam muammolarning asosiy sababchisi bo'lib qolyaptimi? Afsuski, bu savollarga aniq javob berish qiyin, chunki har bir holat o'ziga xos sabablarga ega bo'lishi mumkin.
Ammo bir narsa aniqki, tizimda jiddiy kamchiliklar mavjud va ular tezda bartaraf etilishi lozim. Axir, gap keksa yoshdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarning tirikchiligi haqida ketmoqda. Ularning sabr-toqatlari cheksiz emas, ularning ehtiyojlari esa kechiktirib bo'lmasdir. Ayniqsa, kimlar ko'proq xavf ostida qolmoqda? Bu kabi kechikishlardan kimlar ko'proq aziyat chekadi? Birinchi navbatda bu bank kartalari orqali pensiya oladigan fuqarolarimiz. Chunki tizimdagi har qanday kichik nosozlik, biror dasturiy xato ularning bank hisobiga pullar o'tkazilishiga darhol ta'sir qiladi. Agar markaziy tizimda kechikish bo'lsa, u bankka ham o'z ta'sirini o'tkazadi va natijada pensiya kartalariga o'tkazilmaydi. Ikkinchi toifa, bu bankka shaxsan borib, navbat kutib, uzoq yo'l bosib naqd pul oladigan keksa yoshlilarimiz. Ularga navbat kutish, ba'zan sovuqda, ba'zan issiqda turishning o'zi bir azob. Ba'zilarning sog'ligi yomon, ba'zilarning yaqinlari yo'q, yolg'iz yashaydilar. Bu ularga qo'shimcha ruhiy va jismoniy qiyinchiliklar tug'diradi. Shuningdek, uzoq qishloqlarda yashovchi, bankomat yoki bank shoxobchasigacha bo'lgan masofa olis bo'lgan, transport imkoniyatlari cheklangan insonlar ham alohida xavf ostida. Ularga pensiya pullari yetib kelmasligi nafaqat moliyaviy, balki logistik muammo ham tug'diradi. Yaxshi xabar shundaki, qonunlarimizda pensiyalarni oshirish bo'yicha ham mexanizmlar nazarda tutilgan. Bilamizki, har yili inflyatsiya darajasiga qarab pensiyalar indeksatsiyalanadi, ya'ni ularning qiymati va xarid qobiliyatini saqlab qolish uchun oshiriladi. Bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshirilishi kerak. Shuningdek, ba'zi toifadagi fuqarolar uchun, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, mehnat faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun alohida imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar nazarda tutilgan. Bu to'lovlar ham o'z vaqtida va to'liq miqdorda berilishi shart. Agar siz ushbu toifalarga kirsangiz va qo'shimcha to'lovlarni olmasangiz, darhol tegishli idoralarga murojaat qilishingiz kerak. Bu yerda diqqat qilish kerak bo'lgan eng muhim jihat shundaki, pensiya tizimi faqatgina to'lovlar haqida emas, balki ijtimoiy adolat, keksa avlodga hurmat va ehtirom haqidadir. Har bir inson o'zining keksalik gashtini tinch va osuda o'tkazishga haqlidir. Moddiy tashvishlardan xoli bo'lish kerak. Hurmatli tomoshabinlar, sizningcha pensiya tizimidagi bu nosozliklarning asosiy sababi nimada? Bu shunchaki texnik muammolarmi, xodimlar e'tiborsizligimi yoki boshqa bir jiddiyroq tizimli sabab bormi? Siz o'zingizning tajribangizdan kelib chiqib, bu muammoni qanday hal qilish mumkin deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni va takliflaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun qimmatlidir va umumiy yechim topishga yordam beradi. Demak, nima qilish kerak? Agar sizning pensiya pullaringiz kechikayotgan bo'lsa, bu vaziyatdan chiqish uchun aniq qadamlar mavjud. Birinchidan, xotirjamlikni saqlashga harakat qiling. Ha, bu qiyin, ammo vahima qilish vaziyatni yomonlashtiradi, xolos. O'z sog'ligingizga putur yetkazmang. Ikkinchidan, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Bu juda muhim qadam. Siz pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga borib, ariza yozishingiz shart. Arizangizda pensiya pulingiz kechikayotganini, nechanchi sana uchun mo'ljallanganligini va qancha muddatga kechikayotganini aniq ko'rsating. Arizangizning 2 nusxada bo'lishiga e'tibor bering. Bir nusxasini pensiya jamg'armasiga topshirasiz, ikkinchi nusxasiga esa qabul qilinganligi haqida belgi, shtamp, sana va mas'ul xodimning imzosi qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning murojaatingiz rasman qabul qilinganligining tasdigi bo'ladi va kelajakda kerak bo'lishi mumkin. Qonunga ko'ra, sizning arizangiz 15 kun ichida ko'rib chiqilishi va sizga yozma javob berilishi kerak. Agar 15 kun ichida javob kelmasa yoki berilgan javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, ya'ni pensiya jamg'armasining hududiy boshqarmasiga yoki to'g'ridan-to'g'ri Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparatiga murojaat qilishingiz mumkin. Uchinchidan, elektron murojaat yo'llang. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. Bu usul vaqtni tejaydi va murojaatingizga rasmiy maqom beradi. Shuningdek, prezident virtual qabulxonasiga ham murojaat qoldirishdan tortinmang. Elektron murojaatlaringizda ham vaziyatni aniq va tushunarli qilib bayon eting. Murojaatning har bir bosqichini kuzatib borish imkoniyati borligini unutmang. To'rtinchidan, bank bilan bog'laning.
Agar siz pensiya pullarini bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, avvalo o'zingiz xizmat ko'rsatadigan bankning qo'l markaziga qo'ng'iroq qiling yoki bankning o'ziga murojaat qiling. Ba'zan kechikish bankning ichki tizimidagi muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bank xodimlaridan o'z hisobingizga pullar tushganligi yoki tushmaganligi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Agar bank pensiya jamg'armasidan pul kelib tushmaganligini aytsa, demak muammo pensiya jamg'armasining o'zida. 5-dan qonuniy yordam so'rang. Agar yuqorida sanab o'tilgan choralar natija bermasa, huquqshunosga yoki advokatga murojaat qilish vaqti kelgan bo'lishi mumkin. Advokat sizning nomingizdan tegishli idoralarga so'rovlar yuborishi, shikoyat arizalari tayyorlashi va hattoki sudga murojaat qilishga yordam berishi mumkin. Ba'zi hollarda sud orqali pensiya pullarini undirish va kechikish sababli yuzaga kelgan zararlarni qoplash mumkin. Bu jarayon biroz uzoq davom etishi mumkin, ammo qonuniy haqqingizni talab qilishdan qo'rqmasligingiz kerak. Unutmang, sizning huquqlaringiz himoyalangan va har bir rasmiy murojaatga javob berilishi shart. O'z haqqingizni talab qilishdan, himoya qilishdan charchamang. Sizning sabr-toqatingiz, matonatingiz va mehnatsevarligingiz biz uchun doim namuna bo'lgan. Bizning yorqin kelajak uchun mehnat qilgan, butun yoshligini, bor kuch-quvvatini bag'ishlagan aziz keksa avlodimiz, sizning haqqingiz bo'lgan pensiya pullari kechikishi siz uchun oddiy holatmi? Siz qachongacha kutishga tayyorsiz? Bu savolga javobingizni izohlarda kutib qolamiz. O'z huquqlaringizni bilish va himoya qilishda davom eting, zero bu sizning eng asosiy haqqingizdir. E'tiboringiz uchun rahmat.